Assalomu alaykum azizlarim, mehri qaynoq insonlarim. Tinglab borayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Mikrofonlar qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodira Begim. Bizning loyihamizga bir nechta tabrik xatlari kelib tushgan ekan. Keling ulardan bir nechtasini o'qib eshittiramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Tavakkal otajon, siz bo'lasizmi? Ha. Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yaxshimisiz? Sog'-omonmisiz? Rahmat. Ayni damda sizni kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan bezovta qilib turibman. Ushbu loyihaning boshlovchisi Nodira Begim bo'laman. Ha. Birozgina qimmatli vaqtingizni olsak bo'ladimi? Mayli. Bugungidek go'zal sanalarning egasi ekansiz. Allohimga suyukli banda bo'lgan kuningiz bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xavf-ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat. Ahli xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, bunday go'zal kunlarning davomiy bo'lishini tilaymiz. Dunyodagi eng baxtli, omadli insonlar safida bo'lishingizni ham chin qalbimizdan tilab qolamiz. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin sizlarga. Rahmat. Ushbu kunda tilaklarim ummon bir olam. Unda yo'q aslo g'am, tashvish, alam. Dunyodagi tilaklar bo'lganda ham jam. Siz uchun baribir bu tilaklar kam. Nasib etsin jannatlar, yiroq ketsin kulfatlar. Sizga bir shirin tilak, tavallud kun muborak. Rahmat. Bugun sizning eng yaqin insonlaringiz tomonidan loyihamizga ajoyib tabrik xatlari yetib kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bunday dilnomalarni, tabriknomalarni qaysi bir yaqin insoningiz yuborgan bo'lishlari mumkin? Durdona qizim, Sinim Xolida, Hamida qizim, Hamida qizim, Aziza qizim. Albatta, ko'nglingiz adashmadi. Sizning eng yaqin insonlaringizdan biri jiyaningiz Azizaxon opajonimiz nomlaridan yetib kelgan ekan. Shu bilan birga jiyanlaringiz Bonuxon, Durdonaxon va yakkayu yagona singlingiz Xolidaxon opa nomlaridan loyihamizga mana shunday go'zal tabriklar yetib kelgan ekan. Mana shunday yaqin insonlaringizning baxtiga doimo sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar, hammanglar. Umringiz butun rizqingiz keng bo'lsin. Ruxsat bersangiz, jiyaningiz Azizaxon nomidan mana shunday go'zal tabriknomalarni Alloh qodir qilganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Assalomu alaykum aziz tog'ajonim. Bugun sizning dunyoga kelgan kuningiz. Bu nafaqat siz uchun, balki biz uchun, yaqinlaringiz uchun ham juda qadrlidir. Alloh taolo sizni bu dunyoga nurli qalb, saxovatli qo'l va dono fikrli qilib yaratgan. Siz oilamizda nafaqat katta avlod vakili, balki sabr, donolik va mehr timsolisiz. Hayotingizda ko'plab sinovlar bo'ldi. Biroq har birida siz sabr, shukr va tavakkul ila oldinga intildingiz. Bu esa biz sizdan keyingi avlodlarga ham katta ibrat bo'lib kelmoqda. Har bir so'zingizda maslahat, har bir duoyingizda mehr bor. Tog'ajon, sizni chin qalbimdan muborakbod etar ekanman. Yaratgan egamdan sizni sog'lik, salomatlik
barakali umr, xotirjamlik va har ikki dunyo saodatini tilayman. Yoshingiz ulg'aygani sayin qalbingiz yanada pok, so'zlaringiz esa yanada hikmatli bo'lib borayotganini ko'rib, Allohning sizga bergan fayz va ne'matlariga shukr qilamiz. Alloh taolo har bir qadamda sizni o'z himoyasida asrasin. Farzandlaringiz va nevaralaringizni kamolini rohat, farovonlikda ko'rib yurishlikni nasib qilsin. Qalbingizda doimiy quvonch, tinchlik bo'lsin. Dunyoda siz kabi odamlar ko'p bo'lsin deb niyat qilaman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, tog'ajonim. Mardlikda sardor o'zingiz, otaday mehrli aytgan so'zingiz, yurakdan shu gapni aytaman sizga. Tog'ajon, jiyanlar baxtiga omon bo'ling siz. Tog'alar otadek mehribon bo'lar, jiyanlarni jiyanmas bolam deb suyar. To'y qilsang novosu qo'ylarni so'yar. Tog'ajon, jiyanlar baxtiga omon bo'ling siz. Tilagim ko'p yashang, yuzlarga kiring. Yangam bilan birga davronlar suring. Onamni ko'rgani erta bir keling. Tog'ajon, jiyanlar baxtiga salomat bo'ling. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Hurmat ila sizni ardoqlovchi jiyaningiz deya mana shunday go'zal tabriknomalarni siz tomon yo'llab qolibdilar. Rahmat. Jiyaningiz Umringiz rizqi keng, ulug' bo'lsin. Qo'shgani bilan qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Aziza qizim. Jiyaningizning samimiy dil izhorlari ko'nglingizdan jon oldi degan umiddamiz. Rahmat hammaga. Rahmat. Ayni damda ijodiy guruhimiz tomonidan suhbatimiz yozib olinmoqda. Shuning uchun oila a'zolaringiz, boshqa bir yaqin insonlaringiz uchun ham dil izhorlaringiz bo'lsa eshitamiz. Hammaga sog' salomat bo'linglar jigarlarim. Ulug' yoshlarga kirib yuringlar. Hech qachon g'am ko'rmanglar. Rizqinglar butun ulug' bo'lsin. Sizlarni baxtinglarni, kamolinglarni ko'rib yurmoqingizga Alloh sizga nasib qilsin. Sog' salomat bo'linglar hammaga. Rahmat. Sizlarga ham rahmat yetkazganingiz uchun. Rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Yuragingiz doimo quvonchga to'lsin. Yuzingizdan tabassum, hayotingizdan fayz arimasin. Duo va tilaklarim siz bilan. Yaxshi qoling. Rahmat. Sog' bo'ling, Alloh panohida bo'ling. Rahmat hammaga rahmat. Minnatsiz bergan tuzingiz haqqi, adolat yo'lida so'zingiz haqqi, kulib turgan ikki ko'zingiz haqqi, deyman tog'am yetti ota o'rnida. Minnatsiz bergan tuzingiz haqqi, adolat yo'lida so'zingiz haqqi, kulib turgan ikki ko'zingiz haqqi, deyman tog'am yetti ota o'rnida. Tog'alarim boshimizga bo'lingiz omon, ota degin keladi sizni har zamon. Singillaru opangizni onangizday ko'rgansiz,
kelganida mehmon qilib didorga to'ygansiz. Tashvish tushsa boshiga hammadan ko'p kuygansiz. Hava bo'lib jiyanlarga rahnamolik qilgansiz. Og'alarim boshimizga bo'lingiz omon. Ota degim keladi sizni har zamon. Jiyanlardek kuyib yonib o'zingiz o'ylamaysiz. Duodasiz siz hech qachon g'iybatni tinglamaysiz. Jiyanlarga mehribonsiz, yomonsiz so'zlamaysiz. Ezgulikka xizmatdasiz, qing'ir yo'l izlamaysiz. Nabirayu abiralar to'ldirsinlar bag'ringiz. O'g'il qizu jiyanlar bajarsinlar so'zingiz. Bir kun kelib bosaylik biz nurga to'la izingiz. Hech bir jiyan namlatmasin mehr to'la ko'zingiz. Tog'alarim boshimizga bo'lingiz omon. Ota degim keladi sizni har zamon. Ota degim keladi sizni har zamon.